shashlik qo'yib yuboring. Hozirda. Aka. Pishgandan keyin iloji bo'lsa maydalab bering. Qancha mayda bo'lsa shuncha yaxshi. Nima deyotding? O'rtoq maydalab bering deysanmi? Tinchlikmi? Bu shashlik menga emasdi. Hop kimga bo'lsa ham butun olsa ham bo'lmaydi. Shashlik onamga-da. Oyingga. Ovqat yeyolmayapti. Qiynayaptilar. Boya ishdaligimda telefon qilib, bolam kelishingni shashlik olib kelgan. Rossiyaga yegim keldi dedilar. Bizani hech kimdan kam bo'lmasa, yaxshi yashasa, hayotda qiynalmasin deb, hayotda har qanday qiyinchiliklarga chiqib o'tgan onammi? Endi yumshoq pishgan qiyma shashlik ham ishlab o'tmayapti. Mana aka. Rahmat, baraka top. Kelib turinglar. Ishimiz chiqmagan paytda bizga chaynab berishardi. Endi bizani yalov ayni. To'g'ri aytasan.